Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz maydalash jarayoni. Bu maydalash jarayoniga dastlab boshidan kelamiz. O'sha foydali qazilma, yer osti boylik deb aytib o'tdik. Foydali qazilma, o'sha ruda geologlar tomonidan aniqlandi. O'zining nuqtasi. O'sha foydali qazilmalar to'plangan joy kon deb ataladi. Kon topildi geologlar tomonidan va o'sha namunalar olindi. Namunalar olib, uni qanday ruda, qanday mineral shakldaligi laboratoriya tomonidan aniqlanadi. Bunga sabab nima? Sabab foydali metal topilgan kon qanday usul bilan boyitilib, metal ajratib olinadi. O'sha jarayon o'rganiladi. Ya'ni rudani tarkibida metal qanday holatda joylashgan, qanday mineral holatda. Sababi butun dunyoda o'zi necha xil boyitish turlari bor. Necha xil boyitish turlarini bilasiz? Bittasi flotatsion yo'l, bittasi gravitatsion yo'l, magnit separatsiya, magnit oqimi bilan boyitish, elektr toki oqimi bilan boyitish, havo bilan boyitish, maxsus kimyoviy usullar bilan boyitish, maxsus usullardan yana o'sha radioaktiv to'lqin nurlar ishtirokida boyitish, o'sha rudani tarkibidagi metal qanday usulda boyitilishini aniqlash uchun uni biz kimyoviy tarkibini bilishimiz kerak. Agar metal sof holatda joylashgan bo'lsa, masalan oltin oladigan bo'lsa, agar sof holatda oltin rudasi aniqlansa, buni tarkibi aniqlanib, gravitatsion yo'l bilan boyitiladi. Ya'ni rudani boyitishga tayyorlash hamda yordamchi jarayonlar o'sha mineralni kimyoviy tarkibiga qarab aniqlanadi. Agar metal oltin gugurt bilan birikkan bo'lsa, sulfidli rudalar deyiladi. Bu sulfidli rudalarni biz asosan o'sha flotatsion yo'l bilan boyitamiz. Agar mineral temir tarkibli, kobalt, nikel, magnitga tortilish xossasiga ega bo'lgan minerallardan tashkil topgan bo'lsa, magnit oqim bilan boyitiladi. O'sha aniqlangan ishlar natijasida mineral sulfid holatda tashkil topgan ekan. Bu mineral qazib olinib, boyitish fabrikasiga maxsus temir yo'l yoki avtotransport yordamida yetkaziladi. Yetkazib kelingan ruda boyitish jarayonida o'sha 3 ta bosqichga bo'linadi. Tayyorlash jarayoni, asosiy jarayon hamda yordamchi jarayon. Tayyorlash jarayoni bu kelayotgan rudani boyitishga tayyorlab beradi. Ya'ni o'sha kondan qazib olingan turli o'lchamli rudalarni yuzasini ochib, ya'ni tayyorlash jarayonidan maqsad yuzasini ochib, minerallarni fizik kimyoviy xossalarini kuchaytirish. O'zi misol qilib aytadigan bo'lsak, 1200 millimetrda kelayotgan o'lchamdagi rudani maydalash uchun biz bir nechta dunyoda maydalash dastgohlari bor. Qanday maydalash dastgohlarini bilasiz? Masalan, konusli maydalagich, jag'li maydalagich, bolg'ali maydalagich, ya'ni valkovoy maydalagich, yana vallar yordamida rolikli maydalagich. Bu kelayotgan rudaning qattiqligi hamda o'lchamiga qarab o'sha maydalagichlarni parametriga tanlanadi. Agar ruda o'ta qattiq zich ruda bo'ladigan bo'lsa, o'lchami katta bo'ladigan bo'lsa, biz unda konusli maydalagichlardan foydalanamiz. Konusli maydalagichlarda maydalab kelayotgan mineralning yuzasini, sirtqi yuzasini ochish bosqichini boshlaymiz. Bu maydalashdan bir nechta maqsad bor ko'zlangan. Birinchisi rudani yuzasini ochish. Ikkinchisi bir bosqichdan ikkinchi bosqichga tashishni yengillashtirib beradi. Ya'ni juda katta 1200 ming millimetrlik rudani tashigandan maydaroq rudani transportatsiya qilib tashib olish osonroq. Ikkinchisi o'sha rudani birinchi darsimizda aytib o'tdim. Rudani tarkibida keraksiz qismlar, ya'ni keraksiz minerallar juda ko'p bo'ladi. Boyitishdan maqsad o'sha keraksiz minerallarni chiqarib yuborib, kerakli metalni
foizini, ya'ni konsentratsiyasini oshirish. Tayyorlash jarayonida o'sha kelgan rudani maydalab, yanchib, tasniflab asosiy boyish joyiga yuboriladi. Maydalash jarayonida biz ko'rganmiz, maxsus elaklar, g'olvirlar ishlatiladi. Bu elaklarning, g'olvirlarning asosiy maqsadi o'sha ortiqcha maydalamaslikni ta'minlash. Ya'ni maydalab bo'lingan mahsulotni yana maydalash dastgohiga tushishini, ya'ni ortiqcha energiya, ortiqcha o'sha bron, o'sha ortiqcha qismlar, mexanik qismlarning yedirilishi o'ta maydalanishni oldini oladi, ya'ni ishlamlanishni oldini oladi. O'shaning uchun tayyorlash jarayonida maydalash uskunalari, elaklar, tegirmon hamda klassifikatorlar. Mana bu to'rtta jarayonlarning natijasida ruda boyitishga tayyorlanadi. Maydalash jarayonida biz faqat o'sha maydalagich hech qanday elaklardan foydalanamiz. O'sha kondan kelgan yirik o'lchamdagi rudalarni maydalab, elak bilan tasniflab maydalash jarayoni olib boriladi. Maydalash jarayonida turli hisob-kitoblar olib boriladi. Bu masalan konusli maydalagich bo'lsa, o'sha shilning o'lchami, kelayotgan rudani umumiy maydalash darajasi, ya'ni necha bosqichda maydalayotgan bo'lsa, har bir bosqichdagi maydalash darajalari hammasi hisob-kitob qilinadi. Bu hisob-kitob jarayonini biz bitta darsimizda faqat hisob-kitob bo'yicha maydalash, yanchish, boyitish jarayonlaridagi barcha hisob-kitoblarni o'sha darsligimizda o'tamiz.